Isroil G'azoga yana hujum qildi. Bugun 23-may tongida G'azo sektorida Isroil tomonidan amalga oshirilgan yangi hujumlar oqibatida kamida 16 kishi halok bo'ldi. BMT hisobotiga ko'ra, G'azoning 81% ga yaqin hududi Isroil tomonidan harbiylashtirilgan zona deb e'lon qilingan yoki majburiy ko'chirish buyrug'i ostida qolmoqda. Aholi xavfsizroq mamlakat janubga ko'chirilmoqda. Fransiya tashqi ishlar vaziri Jean-Noel Barrot Isroilning g'arb mamlakatlari unga qarshi nafrat qo'zg'ayotgani haqidagi ayblovlarni bema'ni va tuhmat sifatida baholadi. G'azo sektoridagi urushlar natijasida 22-may tongidan beri davom etayotgan hujumlar oqibatida qurbonlar soni kamida 85 nafarga yetdi. Falastin Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, so'nggi kunlarda G'azo sektorida ochlik bilan bog'liq vaziyat tufayli kamida 29 nafar bola va keksalar halok bo'lgan. Ayni paytda minglab fuqaro hayoti xavf ostida qolmoqda, chunki hududda oziq-ovqat, toza suv va tibbiy vositalar tanqisligicha qolmoqda. Mutaxassislarning ogohlantirishicha, agar vaziyat tez orada o'zgarmasa, ochlikdan o'limlar soni yanada oshishi mumkin.